Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan. Rahmat, birga bo'lsin. Navro'z opajon bilan bog'landikmi? Ha, man. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz qanaqa bugun? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatim yaxshi. Har doim a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Xudoga shukur, rahmat. Hozir farzandlarim bilan gaplashdim. Bugun o'zimni kichkina qizimni ham tug'ilgan kuni edi. Ancha u bilan gaplashdim. Mashalloh, xonadoningizda 2 karra, 3 karra quvonchli kunlar ekanda bugun. Bayram, ha, shunday. Har doim mana shu Qo'shaloq bayram bizlar uchun. Albatta, quvonchli kunlaringizni orqasi uzilmasin, har doim davomli bo'lsin. Xonadoningizda fayz, baraka, baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik hukmron bo'lsin deb qolamiz. Biz ham mana shu qo'shaloq ayyomlar bahona oz bo'lsa-da sizni quvontiraylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga rahmat sizga ham. Sizni yaxshi ko'radigan, qadrlaydigan, siz bilan faxrlanadigan mehribonlaringizdan birlari o'zgacha dil izhorlarini maktub shaklida yozib jo'natgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz, opajon? Bugungi o'zgacha sovg'alarni aynan kim yuborgan bo'lishi mumkin? Bilmasam, farzandlarimdan tabriklarimni olib bo'ldim. Endi-chi? Hamkasblarimmi, ishchilarimmi, ukalarimmi, bega ko'p, yaqinlarim ko'p. Hammadan kutishi mumkin, bilmasam endi qaysi biri bo'lishi mumkin. Albatta, hammalari uchun birdek aziz va ardoqli insonsiz, bunga shubhamiz yo'q. Avvallari ham olganmisiz mana shunday g'oyibona tarzda surprizlarni, tabrik xatlarini? Yoki bu birinchisimi? Ha, Xudoga shukur, ha, olganman. Ko'proq kim yo'llab turardi dilnomalarni? Kim? O'zimni ukamlar, singlim, farzandlarim, hamkasblarim. Albatta, mehringizni cheki yo'q. Bugun ham mana shu mehringizdan kuch olib, bugungi dil izhorlarni aynan bizning loyihamizni tanlab sizga yo'llagan insonlaringiz bu barcha yaqinlaringiz nomlaridan Rossiya davlatidagi siz bilan birga ishlaydigan ukajonlaringiz Sherali akamiz va Ravshanjon akalarimiz yo'llagan ekanlar. Ha, shular bo'lishi mumkin. Ular sizni to'lib toshib maqtadilar. Opajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz, chunki juda ham samimiy, mehnatkash, halol insonlar. To'g'ri so'zliklari bilan, chiroyli pand nasihatlari bilan bizni ham hayot yo'llarimizda chiroyli yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, bizni hayotimiz ravon ketishiga sababchi bo'lib kelayotgan insonlarimizdan bittasilar. Alloh omadlarini bersin, rizq rozlari keng bo'lsin, farzandlarning rohatlarini farog'atda ko'rib yursinlar. Eng go'zal sovg'alarga, mehr muhabbatga loyiq ayollar opajonim, dedilar mehribonlaringiz. Rahmat o'zlarini ham. Hali bu hammasi emas, akajonlarimiz chiroyli izhorlarni ajoyib tarzda eng go'zal so'zlarni saralab, mehr bilan yozibdilar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Rahmat. Tashakkur. Assalomu alaykum, qadrligimiz, mehribon, nur yuzli opajonimiz. Bugun
barchamiz uchun, sizni tanigan har bir inson uchun ham eng quvonchli kunlardan biri tavallud ayyomingiz. Ushbu qutlug' kunda sizga bo'lgan cheksiz hurmatimizni, samimiy tilaklarimizni izhor etishdan mamnunmiz. Sizning tabiatingizdagi oliyjanoblik, har bir ishda namoyon bo'ladigan pokiza intizom, hayotga bo'lgan yuksak mehringiz biz uchun chinakam ibrat maktabidir. Aqlli, mulohazali so'zlaringiz, quvnoq, samimiy chehrangiz bilan davralarga hamisha tarovat bag'ishlab kelasiz. Siz nafaqat namunali oila bekasi, mehribon ona, balki o'zligini anglagan, yaqinlarga tayanch bo'la oladigan qalbi nurli ayolsiz. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, bitmas tuganmas saodat tilaymiz. Qalbingizdagi ezgu niyatlaringiz ijobati sizni hech qachon tark etmasin. Xonadoningizdagi tinchlik, totuvlik hamisha barqaror bo'lib, farzandlaringizning kamolini ko'rib, qalbingiz baxtga to'lib yurishingizni Allohimdan so'rab qolamiz. Biz yaqinlaringiz baxtlariga, qadrdonlaringiz, oila a'zolaringiz baxtlariga hamisha omon bo'ling. Bir bor bergan umringizni ravon qilsin Allohim. Taningizga sog'likni unvon qilsin Allohim. Gina g'ubor yuvilsin, hamroh bo'lsin ezgulik. Baxtingizga baxt qo'shib shodon qilsin Allohim deb chiroyli tabrik xatlarini she'rlar bilan yakunlabdilar qadrdonlaringiz. Rahmat, boshim osmonga yetdi. Ilohim o'zlarini ham tan jonlari sog' bo'lsin. Mana shu musofir yuribdi, topganlarga xayr baraka bersin. Eson-omon ota-onasini bag'riga borsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Kayfiyatlar yanada ko'tarildimi? Ko'tarildi. Juda xursand bo'ldim. Har doim quvonib yuring. Sizni ham mana shu mehr oqibatingiz uchun ular juda ham qattiq yaxshi ko'rib hurmat qilar ekanlar. Eng go'zal so'zlarni, eng chiroyli duolarni sizga mana shunday go'zal tabrik xatlarni mehr bilan yozib yuborgan ekanlar. Biz ham xursand bo'ldik. Sizda ham yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz, bayram tabriklaringiz bo'lsa, vatandoshlarimizga marhamat yo'llashingiz mumkin. Mana bugungi bayram bilan barcha o'zimiz yurtdoshlarimizni chin dildan tabriklayman. Bahor bayrami yil davomida mana shu hammani kayfiyati ko'tarinki bo'lsin, hammani uyiga qut baraka olib kelsin bahor. Sizlarga ham katta rahmat, xursand bo'ldim. Mana shu yaxshi kunimga telefon qilib g'oyibona tabriklaganlaring uchun ishlaring omadini bersin. Rahmat. Ilohim, sizga ham Allohim cheksiz baxt va saodat, omad, daromad eshiklarini ochib qo'ysin. Har doim yaxshi kunlar, yaxshiliklar hamroh bo'lsin opajon. O'zingizni ehtiyot qiling. Hamisha shu samimiyatingiz, mehr muhabbatingiz bilan barcha yaqinlaringizni xursand qilib yuring. Aslo charchamang. Omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor bayramlaring muborak bo'lsin. Ilohim, birga bo'lsin go'zal tilaklaringiz. Ayyomlarni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling. Bayram qilyapmiz. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'jayinim. Rahmat, yaxshi. Rahmat. Shunday eshitdik tabriklarni. Rahmat. Shunday go'zal, latofatli, mehrdaryo ayolingiz bor ekanlar. Dunyodagi eng baxtli inson o'zingiz ekansiz. Baxtingizga ko'zlar tegmasin. Ayyomlarni yanada a'lo kayfiyatlarda o'tkazib olinglar. Omon bo'linglar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Sizlarga bayram muborak bo'lsin. Rahmat, birga bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud
nishona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.